birgalikda juda ham mazali zirazi tayyorlashni o'rganamiz. Hammada bittada o'xshab chiqadi. Birinchi bo'lib ishimizni kartoshkani tuzli suvda qaynatib olishdan boshlaymiz. Pishgan kartoshkani yaxshilab ezib, sovutgani qo'yib qo'yamiz. Ungacha nachinkamizni tayyorlab olamiz. Go'shtni yog'da qo'g'irib, ziravorla solamiz, piyoz solib, yaxshilab qo'g'iramiz. Ozgina suv qo'yib, 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. Yaxshi sovigan kartoshkamizni qo'limizga yayib olamiz va nachinkasini solib, kotletni formasini berib olamiz. Agarda kartoshkamiz yaxshi sovigan bo'lsa, kotletlarning formasini berish yana ham osonroq bo'ladi. Tayyorlab olgan kotletlarni birinchi tuxumga, keyin panirovkaga bo'lib, qizib turgan yog'da chiroyli qilib qizartirib olishimiz kerak. Yog'da uzoq ushlab turishni keragi yo'q. Tilla rang bo'lganda o'sha olamiz. Juda ham mazali bo'ladi qizlar. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha.